Assalomu alaykum. Bilaman bu videomni ayollar va uyda o'tirgan bekalar ko'rishadi, chunki bu mavzu va bu video erkaklarga qiziq emas. Sizlar bilan birpas gaplashgim keldi. Bu nola yoki noshukrlik emas, lekin sizlar bilan hozirgi holatimni bo'lishgim keldi. Xudoga shukr, bola tarbiyada o'tirganimga 6 yildan oshdi. 6 yil. Birinchi farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin shunaqangi ishga chiqqan, odamlarga qo'shilgan, gaplashgan, fikr almashgan, uydan chiqib ketishni xohlagan edim. Ikkinchi farzandim tug'ildi. Ikkinchisida shu xohishlarim 2 baravarga ko'paydi. Uyda o'zim siqilgandek, hamma narsadan jahlim chiqqan, depressiyaga tushganmanmi, tushkunlikmi? Uydan chiqib ketishni xohladim, chunki bola tarbiyalash, bolaga qarash bu oson emas. Va tushunishinglar uchun 3-farzandimni ham dunyoga keltirdim va hozirgi kunda 6 yildan oshiq uyda o'tirgan bo'lsam, uyda o'tirish men uchun eng qulay bo'lib qoldi. Masalan, oddiy misol qilib aytaman, yur ketdik ko'chaga aylanib kelamiz yoki bolalarni kiyintirib bozorga borib kelamiz deysa, jahlim chiqadi. Chunki men uyda o'zimni juda qulay his qilaman va erkinroqman. Ko'chaga chiqsam, o'zimni noqulay his qilaman. Xuddi qo'ldan hech nima ish kelmaydigandek, dovdiri qizdek o'zimni tasavvur qilaman. Xuddi birinchi marta ko'chaga chiqasiz-ku yoshligingizda, maktabdan yoki kollejga borayotganda. Qanaqa yurishi, qanaqa gapirishi, qanaqa yuz tutishi bilmaydigan odam bolasi. O'zimni shunaqa his qilaman. Chunki men juda ko'p uyda o'tirib o'rganman va bu yaxshi emasligini bilaman. Shuning uchun ayollar, iltimos, uyda o'tirib qolmanglar. Bu yaxshi emas, odamlarga qo'shilish kerak. Masalan, hozir mendan xo'jayinim biron nima fikr so'rasalar, men u fikrimni tushuntirib bera olmayman yoki mening fikrim xo'jayinimni tushunish darajalaridan past bo'ladi. Chunki men uyda o'tirib qolganman. Men uydagi to'rtta devor, chang, pol, osh-ovqat, bolalarimni baqirig'idan boshqa hech nimani ko'rayotganim yo'q. Oldin bemalol nimadir muammoyimni o'zim hal qilib kela olardim. Ko'chaga bemalol chiqib, o'zimga kerakli narsani olib, ishlarimni bitirib kela olardim. Hozir bir ko'chaga chiqay, ishimni bitirib kela olmayman. Bitta ishimni eplab qilib kela olmayman. Misol uchun, xo'jayinim qo'limga plastik berdilar va bor bozorlik qilgin, shu plastikdan dedilar. Bozorga bordik. Tushunishinglar uchun bir o'zim emas. Oyijon, otajon, 3 ta bolam, man bozorga bordik. Bankomatga plastik tiqib, kerakli summani kirgizdim. Bilsanglar, bankomat birinchi plastik chiqaradi, keyin pul, keyin chek. Menga plastik chiqarib berdi, men sразу olib, puli yo'q ekanini ko'rib, borib boshqa bankomatdan pul yechdim. Akasi u bankomatdan pul yechib olgan ekan. Tushunishinglar uchun, men xo'jayinimdan gap eshitdim. Xafa bo'ldim. Xo'jayinimdan gap eshitganim uchun xafa bo'lmadim. Shu darajada dovdirligimdan xafa bo'ldim. Qanaqa mana shu darajaga kelib qoldim. Bilaman, bu vaqtlar ham o'tib ketadi. Aqlli xotin ham bo'larman, qo'limdan bitta ish keladigan ham, ko'chaga ham chiqarman, bolalarim ham katta bo'lar, uy ishlarim ham bir kun tugir. Lekin hozir, ammo lekin deydi-yu, men u darajaga hali yetib kelganim yo'q. Hozir kunda faqat uydaman. Uy ishlari hech qachon tugamaydi, lekin shunda ham uy yig'ishtirish, osh-ovqat, bolalar, shular bilan ovoraman. Vaqtga o'zimga ham vaqtim qolmaydi. Menimcha hammada shu ahvol, hamma shu perioddan o'tgan yoki shu periodda men ham bir kun o'tib ketaman. Hech kim oyim o'tganlarida hech kim qolib ketmaydi shundoq. Lekin hozir kunda bilsanglar, juda baqiroq bo'lib qolganman. Menimcha hamma bolasi bir onalar shunaqa bo'lsa kerak. To'g'ri, hech qaysi bir ona ertalab turishi bilan, "O, bugun planimga bolalarimga baqiraman" deb kirgizmaydi. Chunki kuningizda 100 marta emas, 1000 martadan oshiq oyi degan so'z charchatadi. Iltimos bolam, 5 minut jim tur desam ham, даже 1 minut ham jim tura olmaydi. Menga "Namcha baqirasan? Nimani qoyillatding? Nima qilib charchading?" degan gap eshitsam, bu meni tinchlantirmaydi. Bu meni bolalarim charchatgan holatidan 10 baravar yana qo'zg'aydi, jahlimni chiqaradi. Sizlar ham shunaqamisizlar? Uyda o'tirganingizdan keyin ming'ir bo'lib qolar ekansiz. Kerakli kerak emas hamma narsani gapiradigan, yo'q narsadan asabingiz buziladigan, jahlingiz chiqadigan bo'lib qolar ekansiz. Lekin kelin bo'lganingizdan keyin buni hech kimga ko'rsata olmaysiz bolalaringizdan boshqa. Erim men bilan gaplashib o'tirishini xohlayman. Men bilan gaplashing desam, qirqpa insalar qotib ketadi. Ularni ham tushunaman, ular ham hozir o'ylaylar, hozir uyga boraman, men saqib dam olaman deb o'ylaylar. Uyga keladilar, uyda xotinlari ming'ir qilib o'tiradi. Uyda o'tirganingizdan keyin u narsadan kamchilik topasiz. Kim bilandir gaplashishingiz keladi, ko'chadagi narsalarni bilgingiz keladi. Xullas, ming'irlab beringiz ham boshini qotirib tashlaysiz. Shuning uchun yaxshi dugona topish kerak yoki ko'chaga aylanishga chiqib turish kerak. Bilaman, hozirgi erkaklar hatto dugonangiz bilan ham gaplashtirgani qo'ymaydi. Bu yaxshi emas deydi chunki. Uyda o'tirgan ayollarni baxtli qiladigan narsa, menimcha, bu pul va 5-10 minut emas, 2 soat, 3 soat bir kunlab ro'za qolishi bo'lsa kerak. Ko'chaning boshidagi magazinga chiqib, o'zi xohlagan narsani yeb, shatda yeb ichib kelish, to'g'ri bu fikrim balki kimgadir yoqmas, 5 minutlik bo'lsa ham xotirjamlik, quvonch va baxtni beradi. Buni faqat onalar tushunadi. Bilaman, menga o'xshagan ayollar ko'p. Sizlardan yana nima fikrlar o'tadi? Kommentariyaga yozinglar. Agar gaplarim to'g'ri bo'lsa, sizlar ham o'zinglar shunaqa his qilsanglar, bitta like bosib qo'yinglar. Xursand bo'laman. Men yolg'iz emasligimdan.